Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammaga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda har qaysi jamiyat raislarimiz, shundaqla har xil sohalarda yetishgan ilm ahllarini chaqirib, millatimizga oid bo'lgan har xil mavzularda suhbat elib berib kelyapmiz yillardan buyon. Shuning jumlasidan bugun ham oldingi kuni e'lonni bergan to'q. İlgirimi bir qancha qitim istiqlol ekranida o'zi bilan suhbatda bo'lgan bir qarindoshimizni, bir yozuvchimizni chaqirdik bugungi temamiz haqida paranlashish uchun. Bugun inshaalloh studiyamizda Qarabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde magistrlik o'qiyotgan ham o'zi vatandami yozuvchilik ishlari bilan, o'qituvchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qarindoshimiz Mahmudjon Erkin apandan taklif qilib, qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun oldindan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Alloh razı olsun. Meni taklif qilganlarga, shundaqla xalqimizniki tatotgan, shunday ig'ir kunlarda xalqimizning ovozlarini butun dunyoga anglatish uchun xalqimizning ovozi bo'layotgan sizlar va sizlarning istiqlol televiziyasi ishlatgan barliq qarindoshlarimizga o'zimning nomidan, xalqim nomidan rahmat aytaman. Sizlarga rahmat. Ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi bosh temamiz e'lonimizda berganimizdek Hong Kong xalqining namoyishining Uyg'urlarga elib kelayotgan fursat va xadislar haqida buni biroz aytishga tirishimiz. Albatta qarindoshimiz bilan bundan boshqa bir qancha temalarda suhbat edib boramiz oldimizdagi soatlarda. Bosh temamiz bu bo'ldi. Programmamiz naq maydonda taqdirlatyapti. Biroz 10 minut kechikib qoldik, bilan kechirim so'raymiz. Programmamizning ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishinglarni, shundaqla program jarayonida har qanday savol yoki fikringiz bo'lsa, naq maydon orqali bizga yozsanglarmi yoki WhatsApp orqali fikr bildirsanglar bo'ldi, qarshi olamiz. Shunday qilib programma boshlaylik Mahmudjon. Oldi bilan shunga kirsak biz ham Hong Kong xalqi kommunist rejimiga, ya'ni Xitoyga qarshi nima uchun namoyish elib bordi? Bu yerdan boshlab kirsak. Men eng avval Hong Kong xalqiga biz Uyg'urlarning hamon Hong Kong xalqining elib berayotgan bu haqqoniy tinch demokratik namoyishni qo'llaydiganligimizni, har zaman ular bilan bir safda turayotganligimizni, garchi uyga berib ular bilan o'rtaq shaklda harakat elib boramagan bo'lsak-mu, qalbimizda, iymonimizda, duoyimizda ular bilan birga ekanligimizni, shundaqla Hong Kong xalqining bu qitimqi elib berayotgan haqqoniy tinch demokratik namoyishida Hong Kongningki buguni va kelajak uchun kurash qilayotgan ashu kishilarningki elib berayotgan musharikligini men butun kuchim bilan qo'llayman. Ham xalqim nomidan, o'zim nomidan rahmat aytyapman. Rahmat aytman. Hong Kong xalqi sizlar g'ayrat qilyapsizlar, terishinglar. Bizning o'rtaq nishonimiz bir, u bo'lsa o'zimizning erkinligi va mustaqilligi, insoniy qadr qimmatimiz. Shunglashqa biz sizlar bilan hamon birga. Men siz so'rgan savolga mening ko'z qarashim. Men buni oldingi necha qatimliq programmadan aniq dedim. Yana bir qatim ta'kidlay. Men bu faqat izlanyapman. Mening deganim to'g'ri degan gap yo'q. Bu siyosiyda bugun men dedim, mening to'g'ri deganim. Faqat izlanyapmiz. İzlenishki maqsadimizmi to'g'ri usul topib chiqish. İzlenish orqali cho'g'riqim bir to'g'ri tafakkur, to'g'ri bir xil yakun chiqadi deb o'ylayman. Shunlashqa siz so'ralgan savolninki meningcha Shangan xalqi, Hong Kong xalqi birinchidan Kommunist Xitoy imperiyasininki siyosatiga ishonmaydi. Bu qasiyat ifodalandi degan chaqda Kommunist Xitoy imperiyasi ma'lum 1997-yili 7-oyning 1-kuni mayli xalqaro qonun bo'lsin,
mayli o'zining tuzib chiqqan qonunlari bo'lsin yoki shu vaqtdagi Qing sulolasi imperiyasininki tuzgan kelishimlar asosida bo'lsin Hong Kongni Angliyadan qaytarib olib yuksak avtonomiya shaklda egilik huquq yurgizib keldi. Ama bu başta onu ilip yüksek avtonomiya şekilde yürgizgen bilen tedirici yüksek avtonomiyanın acizliği kadem mi kadem özününki yani insaniyetki karşı rezil siyasetlerini Hong Kong halkı tatbiqlamoqchi bo'ldi. Bu vaqtning o'tishi bilan Hong Kong xalqiga nisbatan bir xil qarshilik fikir, qarshi ideya, qarshi harakatni keltirib chiqadi. Bu siyosiga, demak, Komünist Xitoy imperiyasining siyosatiga ishonmadi. Buning ikkinchi bir omili Komünist Xitoy imperiyasining mustamlik el xalqlariga yurgizayotgan insoniy jinoyatlarni Hong Kong xalqlari o'zi ko'rib turibdi, bilib turibdi. Bu ham Hong Kongning kelgusiga bo'lgan bir endishni shakllantirib qo'yapti. Demak, bu yerdagi eng muhim masala Komünist Xitoy imperiyasining bir rezil siyosatlarini hargiz Hong Kong xalqi qabul qilmadi. Ham bu yer bir nozik bir masala bor endi. Bu yerga siyosiy masala kelgan chog'da. Undan esa Komünist Xitoy imperiyasininki Hong Kongni Angliyadan qo'li qaytirib oladigan salohiyati bormi? Qonuniy asos bormi? Men kesib bilaymi yo'q. Bunda desam, hozir o'zing deding, Angliyaning qo'lidan har xil mayli xalqaro qonun bo'yicha bo'lsin yoki Qing sulolasi imperiyasini tuzgan kelishimlar asosida bo'lsin qaytirib oldi, egilik huquq yuksak avtonomiya shaklida bo'lsin deb yurgizayotdi desa, yana yo'q desa degan bir logikalik savol o'tirib chiqishi mumkin. Bu yerdagi masala Komünist Xitoy imperiyasininki hozirgi igdorchilik qilib, hozirgi yurgizayotgan egilik huquq yurgizayotgan ziminlari imperiya şekildeki zamanlar, yani Qing sulolasininki. Qing sulolasinikini, ondan keyin Kuomintang imperiyasininki, Yaponiyaning Kuomintang imperiyasini Qing sulolasiga Kuomintang imperiyasining yetakchilik qilishini Yaponiya kuchli destek qilib, qo'llab, Yaponiyaning dunyoga yeyilishdagi bir leylim taxt qilmoqchi bo'lganlik uchun uni Kuomintang imperiyasi yani qaytadan qo'lga ola olgan. Qing sulolasi 27 devletki parçalangan. Yani parçalangan emas, yani 27 devlet qo'liga olgan o'zining mustaqilligini. Buni o'zining Komünist Xitoyning imperiyasining hozirgi saxta tarixlarda nima deydi desangiz 27 millat tarixi. Ya 27 deydi, ya 22 deydi. Bu demak, buni Kuomintang imperiyasi qaytadan qo'lga oldi. Uni amalan bilamizki yana Sovet ittifoqininki yardımı bilen hozirgi Komünist Qizil imperiyasi yana qaytadan qo'lga tushirib oldi. Demak, bu asli zimin kimning deganda Qing sulolasininki istilo qilgan ziminimi yoki o'zi bayqagan ziminimi bu Qing sulolasiga tabi. Misol, masalan. Bu yerda endi buni biz tarixni yaxshi tadqiq qilmaganligimiz uchun, yaxshi injilimni tushunmaganligimiz uchun buni Shanghayni ya Hong Kongni Xitoy Komünist Partiyasining imperiyasining zimini deydigan bir mujmal hukm bor. Buni biz Shanghayga berib yashab, Hong Kongga berib yashab baqqan bo'lsak, Hong Kong xalqining og'zidan olgan bo'lsak, xuddi mustamlik Sharq Turkiston xalqi, mustamlik Sharq Turkiston Uyg'urlarning zimini sening zimining emas degan sadoni u yerda olgan bo'lsak, to'liq bilalaydik. Bu demak, Hong Kong xalqi o'zining ziminiga o'zi idorchilik qilish salohiyati bo'lganligi uchun bugungi Komünist Xitoy imperiyasining yurgizayotgan siyosatini hargiz qabul qilmadi. Bu eng negizli sabablar. Ana keyin ikkinchi bir omil siyosiy sabab, ya'ni iqtisodiy sabab. Iqtisodiy sabab deganda Hong Kong Angliyaning qo'liga o'tgan chaqda Osiyoninki pul muomala markaziga aylandi. Osiyodagi 4 ejderhaning birisi deb shunda yuqori bir salohiyat erishdi. Lekin Komünist Xitoy imperiyasining qo'liga o'tgandan nima bo'ldi? Endi hozir uzluksiz qarshilik, bu qarshilik kundan-kun yuqori to'lqin ko'tarilib mandi. Masalan, alaylik 2008-yil yuz berdi, 2014-yili Hong Kongning sharq aylanma yo'lini egallash namoyishlar 40 kundek davomlashdi. Garchi u tinch yo'ldan bartaraf qilingan bo'lsa-mu, ammo bu qitimliq namoyishni bostirmadi. Demak, bu yerda
Angliyaning qo'lida Osiyoning pul muomala markaziga aylandi. Kommunist Xitoyning qo'liga kelgan chaqda iqtisod chekindi, ishsizlik eshib ketdi. Kommunist Xitoy imperiyasining qizil ejderhalari, ya'ni masalan chiriklashib, xalqining qinini sho'rab, mal dunyo to'plag'ala o'zining mal dunyosini Hong Kong orqali xalqaro yo'tkash yoki Hong Kongdan uy ilish shaklida Hong Kongning uy bahosini o'stirishni maydonga keltirib chiqadi. Buni chiqargandan keyin Hong Kong xalqida, Hong Kong yoshlarida bo'libmi, buning kelgusidan ensirash bir xil ong shakllandi. Ham kelgusida bo'lgan ishonch qolmaganligi uchun bu qitimqi namoyish maydoniga kelib chiqdi. Bu yerda eng bir nozik bir masala bor. Hong Kong xalqininki bu qitimqi ilib berayotgan haqqoniy tinch demokratik namoyishida Kommunist Xitoy imperiyasininki hech bir qachon qurilgandan tortib, masalan 1949dan tortib hozirgacha bunda bir g'oyasur qarshilik duch kelib boqqan emas. Kelgan, ammo tiz bostirib o'tgan. Masalan, Uyg'urlarni deylik, Mustamlik Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni deylik. Bizninkini misol 1959dan tortib 60dan 70gacha bo'lgan Sharq Turkiston ozodlik tashkiloti Iminov qahramonimiz Iminov Mijitseylan Axunovlar boshlagan buni tiz bostirib o'tdi. Andan keyin 80-yillar Payzvatda barliq kelgan qo'zg'olonni tiz bostirib o'tdi. 90-yillardagi Barin Zaydin Yusuf, marhum Zaydin Yusuf qahramonimiz boshlagan u qo'zg'olonni tiz bostirib o'tdi. Undan keyin 2009-yildagi insoniyatga qarshi bir qatl tamni, G'o'ljida qatl 97 G'o'lji qatlini tizla bostirib o'tdi. O'ziga desakmi Tianmen qirg'inchiligini tiz bostirdi. Lekin Tibet xalqini desakmi o'lnikini tiz bostirdi. Masalan, u 2008-yil 3-oyning 14-kuniga 1959-yilga Dalay Lama Hazratlarining qechishini tiz bostirib o'tdi. Ammo ma'ni bostirolmadi. Bu endi qachon oxirlashidi? Qanday natijalar oxirlashidi? Buningga hech kim bir deyolmayotgan menda bir nozik sharoitda. Bu namoyishni Xitoyninki nima uchun bostirolmaydi degan kirishdan burun siz abay so'zlarni Xitoy imperiyasi dedingiz. Imperiya degan so'zni ishlatishingizdagi sabab nima? Uning keyin hozir zihnimdan qochib ketdi. Shunga bir javob bersangiz. Bu bizningki siyosiylarimiz deydi, Xitoy davlati deb. Xitoy davlati bo'lib qolsa, ulus davlat bo'lib qoladi. Ya'ni u bir necha yoki bir necha yo 100 millat birlashib, shu markazdagi millatga yondashib, shuni beqinib turib yashaydigan. Masalan, Turkiyadagidek. Turkiyaning ulus davlat deymiz endi. U ulus davlatga aylanib qoldi. Xitoy imperiyasi. Bu imperiya degan gap mustamlika davlatlardan netchin qetib olgan. Kam degan birni yoki bir netchin qetib olgan. Men boya deb o'tib ketdim. Qing sulolasi imperiyasi zavolliq yuzlanganda 27 davlat o'zining mustaqilligini qo'lga olgan. Demak, buni biz Xitoy davlati desak, xalqaro cho'ng so'rovlarda, masalan, davlatlararo munosabatlarda Xitoy davlati deyishga biz haqiqatan majburmiz. Chunki Xitoy rejimi, Xitoy kompartiya, Xitoy kommunistik imperiyasi BDTga 1972-yilda chirigandan keyin yoki 1900 Gomidan imperiyasi chigan chaqda, shu Birlashgan Davlatlar 1944 qurgan chaqda shu territoriyalarni o'zininki xalqaro qonun bo'yicha nima deb o'tkazib olgan. Uningga biz hozir sen Xitoy imperiyasi desak, mana davlatlararo munosabatda buzib ketadi. Ammo xalqimizga buni deyishimiz kerak. Chunki u imperiya biz tashviq qilishimiz. Masalan, qalaylik. Sening vataningni kim besib oldi? Jungo besib oldi desak, yoki Xitoy besib oldi desak, u ulus davlatga aylanib qoldi. Xo'sh. Bu imperiya bo'lganki imperiya deyishimiz kerak. Xalqimizning siyosiy yengini uyg'otishimiz kerak. Shunlashqa men imperiya deyman. Demak, ya'ni bu Hong Kong xalqininki qilayotgan namoyish axborotlarda deyotgandek faqatlam jinoyatchilarni qaytarish qonuniga qarshi chiqilgan bir masala emas yani. Ya, unda masala emas. Yani aminat axborot chiqayotgan jinoyat ishlaganlarni Xitoy cho'ng qo'riqlikka qaytarish qarshi boshlandiqamdi bosh so'zda. Uning keyin bundan yongan bo'lsa-mu Hong Kong doiralari hukumati bundan amaldan qoldirdik, menga hukumat to'xtatib degan bo'lsa, men to'xtamay davomlashishi siz deb o'tgan bir muncha sabablarga aloqador yani. Evet. U tigi ana sabablar bu deb qarayman men. Xo'sh. Unda bo'lsa kommunist Xitoy rejimi bu namoyishni nima uchun siz deb o'tgandek boshqa yana bostira olgandek nima uchun bostira olmaydi? Agar buningga kirishdan burun yana
to'xtalgan kallamga taqashgan narsa. Sizga nisbatan Angliyadek bir davlat shunchalar uzun yil tutib turgan Hong Kongni bir qonuniy bir asosi bo'lmasa, qat'iy Xitoyning asosi yo'q, qonuniy asosi, huquqi yo'q dedingiz. Nimishqa qaytirib birdingiz olsa? Qo'rqibmi qaytirib berdi yoki? Men o'zim yozgan Mustamlika va Sharq Turkiston degan kitobda buning kelgandan ayt sistemlik ta'bir berib o'tib ketdim. O vaqtida o'zimizning mana vatanimizda axborot vositalarida to'plagan materiallar asosida yozib chiqqan kitob. Unda xalqimiz diqqat qildi. Biz men deyman dadam men chilishni yutibdi, ot chaptirishni yutibdi, jug'urishni yutibdi, ig'ir harakatni hammasini yutibdi, lekin beliq tutishni o'rgatmabdi. Ya bizning vatanimizda ko'llar, dengizda bo'lmaganlik uchunmi? Ammo men bolalarimga beliq tutishni o'rgatmay deb o'ylab qoldim. Nimishqa aytsang, savirchanlikni o'rgatgancha. Xo'sh. Beliqni tutqachada biz qamoqqa yemchi ketib tashlar ekanmiz. Beliq uni yeb qochadi ekan, necha qitim yeb qochadi ekan, yo qamoq uzuyki, yo beliq tutolmaydi ekanmiz. Lekin bizda nima bo'lgan savirchanlik, chidamchanlik. Bir ishga nisbatan tentak bo'lmaydigan ish bo'ldi. Beliq tutishni o'rgansakchi. Demakchi, Kommunist Xitoy imperiyasining o'z zimin emasligini Angliya biladi. Butun dunyo biladi, Amerika biladi. Shu qadar bir kuchlantirib olay deb tashlab bermaydi. Uningga nisbatan Erkin Akram akimizmi bir leksiyasida dedi-ku, bir davlatni taraqqiy qildirsa, mayli g'arb bo'lsin, g'arbni taraqqiy qildi deyapti Kommunist Xitoy imperiyasi. Uni turdirish uchunmi cho'qim bir ko'tak qo'yib qo'ydi. Bir nima to'g'an qo'ydi deb. Buni Kommunist Xitoy imperiyasiga yemchi qilib tashlab berdi. Kommunist Xitoy imperiyasining asli og'isi yo'q. Agar men shu vaqtida jangizman bo'lib qolsam-mo, shu vaqtdagi bo'lsa, mening og'im yo'q. Nima uchun? U yerda Kommunist Xitoy imperiyasiga Shangang orqali demokratiya chirdi. Kishilik huquq, erkinlik deb g'arbning ideyalari chirdi. Uni to'sib olmaydi. To'sash tez bo'ladi. Uning nurg'un ish ketadi. Bu bir omil. Ikkinchidan, Shangangning xalqining turmushini, iqtisodining yaxshiligini, nima ish qila olamiz desa, masalan, axborot erkin, turmush bayachat, siyosiy bisim yo'q. Uni uyay chiqqan Kommunist Xitoy imperiyasining shu qo'rg'onga silinib, chambarga silinib chiqqan odami chiqsa-mu, uni ko'rgandan keyin o'ziga tashviq qiladi buni. Bu demak, u g'arib uni maqsadlik bergan gap. Ham Angliya, mayli Angliya bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin, mayli boshqalar bo'lsin, Xitoyga nisbatan uni demokratiyalashtiramiz deb bergan. Necha qitim tashviqot materiallarda o'zimi deydi, shu dunyoviy tashviqot vositalarida. G'arbning Kommunist Xitoy imperiyasini taraqqiy qildirish maqsadi demokratiyalashtirib, g'arbning yo'liga boshlamoqchi bo'lgan. Ammo tam qarshilab ketdi. Iqtisodni kuchlantirdi, harbiy kuchni kuchlantirdi, ma'rifatni kuchlantirdi, ammo demokratiyasi, kishilik huquq, insoniy huquq, o'z taqdirini o'zi belgilash shu darajada bir qabaylashib ketdiki, hozir bizning vatanimiz Sharq Turkistonda hattoki insoniyat hech bir ko'rib baxmagan jazo lagerini qurib, o'shaga qamaydigan shunday bir fojiani keltirib chiqadi. Xo'sh. Bu demak, buni g'arib maqsadlik berdi. Masalan, galaylik, siz qaytarayotgan so'zlarga leksiyasi dedi, Angliya bilan Angliyaning shu chog'dagi Angliya imperiyasidan Sovet, ya'ni Qizil imperiya Afg'oniston talashganda Angliyani podshohi deb ekan. Chiqdinglar Angliyada. Nimadan? Afg'onistondan. Biz yana boramiz. Yana Badiyani. Demak, uni qasddan berdi. Bergan bilan u Angliyaning bilan tuzgan to'xtamida qilishgan gaplarda nima dedi? Angliya 50 yilgacha Kommunist Xitoy imperiyasi Shangangning tuzumini o'zgartmaydi dedi. 15 yildan keyin Shangang xalqining o'zining erkin saylash huquqini berdi dedi. 22 yil o'tib ketdi, erkin saylash huquqini bermadi. Tuzumini tadrijiy o'zining mustabid siyosatiga uyg'unlashtirmoqchi bo'ldi. Bu demak Kommunist Xitoy imperiyasining abtibashirasini o'zining xalqiga, mustamlik xalqiga, dunyoga yetishga nisbatan nima bo'ldi bu? Intayin bir xil foydali fursat hozirlandi. Shuning uchun berdi deb qarayman men. Xo'sh. Endi yana savolimiz kelsak bosh. Xitoy rejimi kommunistlar bu namoyishni nima uchun bostirib olmaydi? Men bu savolingiz javob berishdan burun ikkinchi savol, bir savol, o'zim savol so'radim qilay.
Шанган халқы bu qitimqi tinish haqqani namoyishni qaysi kuchga tayinib ilib bora oladi? Hong Kong xalqi. Hong Kong xalqi. Xo'sh. Bu nayt qiziq. Nemishqa degani biz bayida o'tib ketdik-ku. Kommunist Xitoy imperiyasi dunyoga kelgandan tortib, qurilgandan tortib, bu yil Kommunist Xitoy imperiyasi o'zi siyosatini o'rgangan o'xshaydi. Turkiyada biz ozod qildik deb chiqdi, amaliyotda qurildik deydi. Buni oldira endi o'rgangan o'xshaydi bu siyosatni. Qurildik degan gapning ma'nosi yo'q narsani bar qildik, boshqani besib oldik, boshqani tortib ilib oldik degan gap ham bu. Azad qildik desa, azaldan bar narsani azad qilgan bo'lamiz-ku, azad qilgan bo'ladi-ku. Shuningdek, men siyosiyni men bu yil o'rganib deb qoldim o'zimning ko'nglida. Bunun kelganda birinchidan Shangan xalqi ittifoqlik bor. Shangan xalqininki masalan birsi yiqilsa, birsining keyindan birsi derib turibdi. Masalan, galaylik 6-ayning 9-kuni boshlangan bu namoyishda haqqoniy tinish namoyishida 1.700.000 odam qatnashdi dedi. 12-chilar o'tkazgan namoyishda 2.200.000 odam qatnashdi dedi. Demak, mayli yuqori o'rlasin, mayli tuvanchisin san, ammo uzluksiz qarshilik bor. Bu qarshilikninki uzluksiz davomlashishda ittifoqlik hammadan muhim o'rin turdi. Bizdan bir gap bor-ku. Bir bo'ron bir daraxtni sundirib o'taydi, ammo bir to'p o'rmonni sundirib o'tmaydi. Yani mesela dijital tayakını bir adam sunduruyor demeli, bir joğalam tayakını sunduruyor demeydi. Demek ittifaqlıq həddidən ziyade mühim rol oynayatıdı. Şangan xalqının ittifaqlığı. İkinciden talep məqsədi iniq Şangan xalqınınki. Hong Kong xalqının. Bu ilqi birisi bir talep qoyub, o talepni yana birisi inkar qilib qilmayatdı. Başta nemi talep qoysa, ta hazırqa şu taleplerle meňawatydy. Yani bunun qoygan talebi birinciden cinayetçilerni Şangan'da ötkazgan cinayet ötkazgan cinayetçilerini Tayvanga alıngan yoki Kommunist Xitoy imperiyasi qaytarib berish qonunni amaldan qoldirish. İkincisi bu qitimqi ilib berayotgan namoyishni terrorlik bilan bog'lamaslik. Uchinchidan bu qitimqi namoyishda qo'lga ilingan kishilarni qo'yib berish ham shuni tutgan saqchilarni jazolash. To'rtinchisi bu qitimqi namoyishni namoyishdagi kararlarni amaldan qoldirib erkin saylam o'tkazish. Beshinchisi bu qitimqi namoyishninki terror, yani terrorlik namoyishi deb yoki mana terror bog'lab, terrorchi deb jakalamaslikni deydi. Buningda to'rt taraf Xitoyga nisbatan hech qanday unumi yo'q. Eng nozik tarafi 5-talab. Yani 4 ya 5-talab men deganda. Yani kelli ramning tushib ketib erkin saylam o'tkazish. Bu vaqtimi Mehmet'in Emin akamizningki yozgan maqolasini o'qidim. Buningda bu saylam saylam o'tkazish haqiqatan Kommunist Xitoy imperiyasidan qo'rqinchli bir zavollik tush endi bu. Va uningda siz o'zingizga o'z so'zlar qilishsiz necha qatam takrorladi. Chunki Kommunist Xitoy imperiyasi dunyoga kelgan 49dan tortib ta hozirgacha hokimiyat tik siziq bo'yicha hokimiyat yurgizyapti. Qandaqdir masalan ko'p partiya tuzumida yoki xalqning erkin tanlash shaklida emas. Yani mesela merkezde Xi Jinping nima deydi? Yerlikte Dadino Shujesi nima deydi? Shuni degani hisob. Mesela merkezde Xi Jinping bizniki mustamlak Sharq Turkistonga kun shu aytgan Jalla Chinjuango o'zi nim qiladi. Jalla Chinjuango Nayi oblast viloyatnikin o'zi saylaydi. Viloyat oblastniki Shujesi, Yezi, Kenet, emmini şəhərnikin öz saylaydı. Tik sızıq boyunçılamadı. Bu ne? Özgərtsə davatqan gep. Əgər Şangan aşındaq saylam ötküzəb qalsa, bu Kommunist Xitoy imperiyasındakı işkiyə həvalə qandaq təsir göstərdi. O vaxtda da o xalq mı deydi? Biz mi erkin saylam ötküzümüz? Bu intayın qorxunçluq. Əmələn bunu demsək əmələn aydın. Məsələn çoğun qurultaylı deyli. Mesela 18. qurultay, 19. qurultay, 17. qurultay, 16. Men kögen qurultaylı deyli. 16. qurultayını o bilmeyim de. Şunu da meselenge Hujinta qol kötədi, emmimiz qol götürdü. Aşığın qatnaşqan 2380'ni atraf etdi. Xi Jinping qol kötədi, emmimiz qol götürdü. Birisinin qarşı avaz berib qağını bilgin olmaydı. Mao cın bir mustabidlikdən ötüb ketken bir mustabidlik hemde. Şunu bununla xırs ilan qılıb atıdı. Buna Kommunist Xitoy imperiyasining eng ochiq tarafi, eng qo'rqinch tarafiga qilayotganlik uchun bundan o'tolmayapti. Bo'lmasa to'rt tarafda o'tib ketadi. Kelliramdan keyin meningcha
nima siyosiy hayoti oxirlashdi. Uni yo'tkitish, yo'tkimaslik bir vaqtli masalasi. Agar hozir yo'tkitib qolsa, Hong Kong xalqining ilib berayotgan haqqoniy namoyishning qonunliq ekanligini, o'zininki bu namoyishga nisbatan yurgizayotgan har xil qabih siyosatlarni bostirishlarining yoki bularga jinoyat ekanligini tan olgan bo'lib qoldi. Shunlashqa uni almashtirib o'tmadir. Bu faqat vaqtlik masalasi. Uchinchisi tashkillanishi nihoyat yaxshi. Xo'sh. Masalan, buningga yetakchilik qilayotganlar mayli bir partiya olsun, mayli partiya olsun, mayli bir nechta partiya olsun, ittifoq. Herkes birisini deb, yana birini deb deyilgan ish yo'q. Tashkillanish. 5 talabga qaylab mingyotidi. Onunğa xalqni ayishkila da'vat qilyotidi. Herkesmi birisi bir yangi xalqni yetaklayotidi, yana birisi bir yangi yetaklayotidi. Tashkillanish nihoyat yaxshi. Bugun mayat namoyish qilamiz desa, ertasi mayat namoyish qilamiz deyotidi. Tashkillanish nihoyat yaxshi. Buni xabar izlasak, xabar ko'rsak ham aniq bilamiz. Tashkillanish intayin yaxshi. 4-chi xil omil Shangang xalqining, Hong Kong xalqining Hong Konglar alaylik ruh bor. Bu ruh insonda ruh o'lgan inson bir jasadga aylandi. Masalan, men yahudlarda bir gap bor. Etdigan tug'ilib kech to'lab ketgan bovoqqa o'xshaydi deydigan. Bizdan bir gap bor, asan qattiq yaqin kelgan. Ya'ni odam teragligi bilan bazani, o'liglik bilan mazarni avval qilish uchun buni kelgan emas deb. Demak, ma Shangang Hong Kong xalqining ruhina sog'lom. Chekinmayotidi. Mayli gaz atqizish bombasi ishlasin, yashaq qizish bombasi ishlasin, mayli qurol ishlasin, mayli bir to'p lukchaklarni uninga avatib, urib, so'qsin, nima qilishdan qazar qat'iy chekinmayotidi. Bu ruh Shangangning bugun uchun, Shangangning kelajak uchun, Shangangning ertasi uchun. Biz mustamlik Sharq Turkiston xalqlari bo'lgan Uyg'urlarning mustamlika Tibet xalqining kelgusining o'tab ketgan tarixning hozirgiga ko'rayotgan kunlarim bizning kelgusimiz bo'lib qolmasin, ertamiz bo'lib qolmasin deb Shangangchi ruh. Bu ruh intayin yetakchi o'rin turibdi. Bu ruh bo'lmagan bo'lsa, birisi bijimda bu qadar uzoq davomlashamaydi. 5-chi xil omil tashviqot vositalaridan unumli foydalanyapti. Biz tashviqot nima kelgan chaqda bu tashviqotning roli intayin chunqurlashib kundan kunga. Biz maktabda bir konferensiya o'tkazdik, undan qaytildik. Tashviqot to'g'riliq. Xo'sh. Buni deydi o'qituvchi. Insoniyat buning yog'i mablag'ni nimaga soladi, tashviqotga soladi deb. Hozir dunyoda urushning turi 4 xil bo'ldi, birinchisi tashviqot bo'ldi deb. Tashviqot urushtirib turgan har qanday bir davlat muqarrar qilgan urushni muhtirib yetadi deb. Buni da demakchi endi tashviqotninki Hong Kong xalqi namoyish ilib bo'lsa yoki Hong Kong xalqining ilib bergan haqqoniy tinch demokratik namoyishiga putkashang bo'layotgan yo zo'ravonlik ishlatayotgan soqchilar, lukchaklar yo boshqalar ilib berayotgan hamma ishini naq maydonda suratga tortib butun dunyo cho'ng axborot vositalariga yetkazib beryotidi ham o'zi xalqiga taqdi olyotidi. Tashviqotning roli intayin yuqori bo'layotidi. Shu men konferensiyaga qitilgan shu o'qituvchimiz menda bir gapni qildi. Agar bir mustabid davlatni xalqini qapazning ichiga solib olgan davlatni tashviqot orqali ishiningni bir kun ochib berib qilib o'tgan bo'ldi dedi. Tashviqotni ichilib bilgach bir kun ochib berib dedi. Demak, ma Shangang xalqi tashviqotdan intayin moyillik bilan yaxshi foydalanyapti. Xo'sh. Ya'ni 5-chi bir xil omil Kommunist Xitoy imperiyasining mustamlika xalqga yurgizayotgan insoniy qarshi jinoyatlardan tajriba to'plab bular o tajribalarni yaxshi ishlatyapti. Masalan, biz bayda bo'lib o'tdik. Bizni bastudi har shu masalan bizning elib berayotganimiz faqat nima desangiz kel chiroyli o'tiraylik jo'zda chiroyli paranglashaylik. Senmi dadang nima yurkingda gap bo'lsa de. Bizmi chiroyli deyni. Bizmi inson, senmi inson. Bu yerda urush jidal. G'avg'a uni qilmaylik. Bu insoniyatni ko'tarmaydi, bizmi ko'tarmaymiz. Senmi insoniyatning partiyasi, bizmi insoniyatning partiyasi.
bir do'stona xalqaro qonun bo'yicha hal qilaylik deyapmiz. Lekin bu talpimiz Kommunist Xitoy imperiyasi tarafidan terrorlikqa, asabiylikka, insoniyatga qarshi jinoyatga tabi qilinib, xalqarodagi o'zgarayotgan har xil munosabatlarga yoki terrorlik faoliyatlarga bog'lab bu bizni yo'q qilib o'tadi. Mana Kommunist Xitoy imperiyasi ma vaqtda ma Uyg'ur ma'ni qildi desin. Masalan, Amerikaning qo'shmaq binosini Osama bin Laden terrorchi 9-11 kuni portlatib 3000 dan oshiq odamning hayotini oqlashtirdi. Mana qilsin desin. Hech qanday ish yo'q. Ammo qasddan qashында. Biz qilmasaqmi o'zi qilib, maydonga chiqarib, anda qilyapti. Demak, bu tajribalarni Shangan xalqi yaxshi to'plagan gap. Shuningga mayli Shangan xalqi bo'lsin, mayli mush namoyishni elib berayotgan shuniki boshlari bo'lsin, partiya yoki shu boshlari bo'lsin, mushni yaxshi tabiqlab, tajribalarni yakunlab, biz ma harakatni qilsak bu ma'ni qildi ekan. Biz ma shaklda elib borsak, ma ishni qilgan deb bu tajribani yaxshi to'plagan. Men boy deb o'tib ketdik-ku, manda bostirish ilib bor edi. Demak, shu bostirishdan saqlanish yo'llarini yaxshi tabiqlatdi. Anandan keyin bizga yurgizgan bo'lib mazrimda dunyodagi eng qiziq nuqta bo'lib qoldik. Men Uyg'urlarning jazolarga masalasi. Oxirgi kunlarda chiqdi-ku, nurg'ulg'an yozuvchilar olsun Hong Kongdagi. Bugun agar biz sukut qiladigan bo'lsak, bizning kun atimiz bugungi Sharq Turkistonda Uyg'urlar ko'rayotgan kunning o'xshishini ko'ramiz deb. Shu o'zim siz degandek uni tajribalarini yakunlab chiqyapti. Buni xalqqa to'g'ri yetkazyapti, dunyoga to'g'ri yetkazyapti, o'zining xalqi bilan buni dunyoga o'rtaq yetkazyapti namoyish tashkilotchilar. Demak, bu yerda bu tajribani nihoyat yaxshi yakunlab chiqa olgan bo'lar. Masalan, bizga ma yo'lga chiqsak, namoyish qilib borsak, bu usulni qo'llanadi deb tarix tajribalarini yaxshi to'plab chiqqanlik uchun shunga qarshi harakatni yaxshi olib beryapti. Lekin 7-bir omil sapasi inson yuqori. Sapasiz insondan hayvon yaxshi. Masalan, Chingiz Aytmatovningki Asrdan halqan bir kun degan kitobida manqurt deydi. Yani manqurtlashtiruvchi degan sapasizlashtiruvchi, uni bir manqurlashtiruvchi emas. O'zining kimligini bilmaydigan. Masalan, Kommunist Xitoy imperiyasi Uyg'urdan nima hozir Uyg'urlar qilayotgan. Nimani olmoqchi bizdan? Bizdan olmagan nima qoldi? Masalan, boyligimizni ilyapti. Osongmi aldayapmiz, qo'limizdan chiqish kelmayotgan ekan. Hayotligimizni tatib olib bordi, og'imni datimiz, madaniyatimizni tatib oldi, hamma tatib olib bordi. Buni yili bilan turib tafsil so'raymiz. Tatib olib bordi. Bu yerda biz nimani tatib olmaganda, bir Uyg'urligimizni tatib olmaganda atimiz. Lekin bu uni tatib olishga erishyapti. Biz uni tatqizmayapmiz. Ammo Shangan xalqining sapasi Kommunist Xitoy imperiyasining xalqidan sapasini yuqori olganlik uchun o'xshash Xitoy bo'lsin millat. Yo'q, bu bizning tushunchimizda undaq. Biz boshda deb ketdik-ku. Shangan xalqining zimini. U yer qaysi millat yashayapti, qaysi uni biz bilmaymiz. Biz o tarixni to'g'ri tadqiq qilmaganligimiz uchun bizda endi mujmal tushuncha bor. Shunglashqa, masalan, kelaylik, Manjuriyan desak, Manjular. Bu Manjular ertib yo'qotdi. O biz erti deb tushunib olmaymiz. Amaliyotda biz uyga berib, Manjulning qanday yashayotganligiga nisbatan bizda mana tadqiqot yo'q. Masalan, biz bor desak, berish imkoniyatimiz yo'q. Bizning tijoratchilarimiz bor deylik. Bag'amlar uning qiziqmaydi. Uni qiziqib, mandakan, andakan, millatning ma xarakteri va ma alaylik va ma kulturi ekan deganni bizga yetkazmaydi. Orliqda bo'shliq qolib qolgan ekan, buni to'ldiramaydi. Masalan, Turkiyaga chiqdim. Turkiyada yashash jarayonida turklar bilan, ya'ni nurg'un millatlarniki yashaydiganligini bildik. Bu Turkiya turk yashaydi deb tushundik. Demak, biz ani to'g'ri tadqiq qilmaganligimiz uchun andaymi. Demak, bu yerdagi sapasi intayin yuqori. Mayli fan texnikada bo'lsin, mayli ma'rif jihatdan bo'lsin, mayli dunyo qarash jihatdan bo'lsin, mayli kultur jihatdan bo'lsin, sapasi intayin yuqori. Bu sapa nereden kelgan deganda Shangan xalqining sapasi Yevropaning madaniyati asosida ustida qurilgan. Yevropaning madaniyati bir o'rta asrda shakllandi, hozirgi dunyo qarashi. Italiyada boshlandi. Andan keyin ikkinchi qitimli Fransiyada boshlandi. Fransiya kishilik huquq qonuni 1800-yillardan keyin. Bu boshlandi. Andan keyin bu Yevropaningki hozirgi dunyo qarashi uzluksiz yengillanayotdi. To'liqlanyapti. Masalan, sotsiologiya, psixologiya bu deganlar
Mesela metafizika hamma narsalar yengillanıp bular. Yani şu yengide ijod qilib ideologiyasini sapasini yuqori ko'taryapti. Bu ne Shangan xalqi o'zliksiz qabul qilyapti. O'ziga tatbiqlay olyapti. Endi bu Kommunist Xitoy imperiyasining sapasi. Kommunist Xitoy imperiyasi boy bizda deb ketgan Yevropaninki, mayli Amerikaning mal dunyosini, tijorat yo'llarini, ma'rifini qabul qilyapti, ammo sapasini nim qilmayapti. O'zining sapasiga nim qilmayapti. Buni Kommunist Xitoy imperiyasi nima deydi? Ko'ngzi iddiasini asos qilib turib hokimiyat yurgizamiz deydi. Ko'ngzining iddiasini Erkin Akram Kamil so'zladi, Erkin Ahmad Kamil so'zladi, necha qitim leksiyasida oldi. Podshohlik tuzumini, podshohga xalq mutlaq bo'ysunish kerak dedi. İştaatmen bo'lish kerak. Yavaş bo'lish kerak. Buni shuningga tatbiqlayapti. Amaliyotda buning tarixiy shunday uzuk yo'q bo'lganligi uchun ashnaga tatbiqlayapti. U sapa hozirgi davrga qat'iy mos kelmaydi. O 2000 yil burungi sapa hozirgi mos kelsa, o yana podshoh tuzumi menib ketgan chiqadi. O kim podshoh nimni shuni qilgan? Amaliyotda o Xi Jinping hozir shunday qilyapti. Lekin buni davr hozirgi dunyo qabul qilmaydi bu sapani. Bu ideologiyani. Shunlashqa bu sapa Shangan xalqining, Hong Kong xalqining sapasi yuqori bo'lganligi uchun bu namoyishni sog'lom elib menyapti. Endi keyin yana bir masala. 8-si Shangan xalqi dunyodan o'zi keraklik bo'lgan yordamlarni dal vaqtida ilyapti. Masalan, Shangan xalqi namoyish ilib bo'lgancha tashviqot vositalaridan unumli foydalandi dedik. Endi keyin o'zining qilayotgan bu namoyishning demokratik, haqqoniy namoyish bo'lganligini dunyoga vaqtida yetkazish bilan mayli diplomatiya jihatdan bo'lsin, mayli iqtisod jihatdan bo'lsin, mayli madaniyat jihatdan bo'lsin, mayli ma'rif jihatdan bo'lsin, mayli harbiy jihatdan bo'lsin. Harbiy jihatdan degan chaqda hamda Xi Jinping Xinjiangga 100 ming kishilik qo'shin to'pladi dedi, 200 ming kishilik qo'shin to'pladi dedi. Lekin men qabr kuni o'zinglarga xabar dedim-ku, turib men buni to'xtatib qo'ydim dedi. Demak, harbiy jihatdan yordam elyapti deganimiz ham bu. Hamma kerakli yordamni elyapti. Ya diplomat jihatdan mesela Shanganni hozir chiribla chaynab so'ngaklarni purk etkisi var. Shu qadar bir achchiq borki. Bu nima desangiz dunyoga biz xo'jolimiz deydigan bir sapsatininki len nim qilayotgan odam bir kallasi elib asabiylashib ketib qolgan bir mustabid bir imperiya madanda o'tanmayotganligiga uning qattiq bir achchig'i bor. Buni o'tanmayotgani ham dunyodan Shangan xalqi vaqt yordam elyapti. Masalan 2 million odam namoyish qildi, maska oldi deydi, maska yashaquz bombasi, gaz bombasi qarti maska taqdi. U nada oladi? Shu dunyodagi vaqt yordam elyapti. Xalqaro qonundan foydalanib, xalqaroninki mayli BDTning, mayli xalqaro qonunning, mayli dunyodagi cho'ng tashkilotning yordamini vaqt qabul qilib, diplomatiya jihatdagi yordamni qabul qilganlik uchun buni sog'lom ilib ma'lumotdi. Endi lekin 9-si vaqt o'rni intayin yaxshi tanlangan. Biz bilamiz, bir ish qilmoqchi bo'lsak, biz bunda bir nima qilib, bugun maoshni qilsam, erta maoshni qilsam, yo tushdan keyin maoshni qilsam deb bir vaqt jadval qilamiz. Buni vaqt o'rni bizning ham shu vaqt o'rinlashtirishimiz ham bir kunlik faoliyatimizga nisbatan. Ba'zida o'zgarishlar bo'lib qolishi mumkin, lekin asosiyatdan shu harakat doirasida ish qilamiz. Shangan Hong Kong xalqining ilib bergan bu namoyishda vaqt o'rni intayin yaxshi tanlanganligi. Birinchisi Kommunist Xitoy imperiyasi so'dirishga qaynamaga chirib qoldi Amerika bilan. Bundan tek chiqolmayapti. Ikkinchisi Kommunist Xitoy imperiyasining ichki qismi ziddiyat ig'ir. Uchinchidan mustamlika xalqlarga yurgizayotgan insonga qarshi jinoyati Kommunist Xitoy imperiyasining xalqarodagi obrazini hadab xunuklaştirib, hadab ona nisbatan qarshi bir fikr iqim avjab ketib qolgan vaqtida Shangan xalqi bu vaqt o'rnini nəhayət yaxshi tutib chiqargan gap. Bayqab mush vaqtida bunda qilsak, biz buni yaxshi kutgan maqsadga, nishonga yeta olamiz degan vaqt to'nilini nəhayət yaxshi o'rlashtirgan. Agar vaqt to'nili yaxshi tanlanmagan bo'lsa, balkim bu qadar uzoq davomlashamas mumkin edi. Endi 10-si jo'grafiyalik kuchi nəhayət yaxshi foydalanyapti. Agar men qayta o'qish fursatim bo'lsa, jo'grafiyada o'qiydim. Nimishqa? Endi hamma kasb ulug'. Bu yerda ulug' degan kasb nima yo'q. Mandaq desam, men ba'zan qarindoshlarimizda diniy e'tiqod nuqtasidan bek nim deb tushunib olgan bir xato tushuncha ekan.
Ma Biz İngilizcelik bunu açtık aldığımız programımızda onda ayrışım olmaydı. İngilizcelik bir metafizikçi bir alim var. İsmini unutib qolibdim men. Bunun bir gibi var. Her qandaq fen din asasida barliq kelgan. Bu aniq. Nima siz desiniz biz Xudoning yo'lidan keldik. Xudoning yo'lida menish jarayonida shu bilim o'rganib, o dunyoni tushunib, Xudoning yaratgan shaylarini, yaratgan modellardan o'zimiz foydalanib, shuni bayqab, hozirgi kun kelyapmiz. Yana 100 yildan keyin, 200 yildan keyin, yana shu modelni bayqab, insoniyat yana yaxshi natijalarni yaratishi mumkin. Agar Alloh yaratmagan bo'lsa, u bizni yaratmagan bo'lsa, biz u narsani bilmaydik. Buning uchun u jihatdan dərtləş qilishni hojat yo'q deb qarayman. Ammo mening ma'lumotlarim jo'grafiyalik kuchidan foydalanish kerak. Jo'grafiya degan 1884-88 Angliyalik bir yozuvchining Jo'grafiya degan bir kitob bor, dunyo 100 mashhur kitoblardan birisi. Hamma xalqni o'qib chiqishni umid qilaman. Bizning xalq kitobni jiq o'qimaydi, menimcha, ammo o'qish kerak. Shu Jo'grafiya degan kitobda 5 nuqtani o'tirib qo'ygan. Ammo bir zirkish kitob ammo. Buningda birinchisi jo'grafiya kimlik, jo'grafiya kuch, coğrafya salayet, coğrafya mevcutluk, coğrafya kiliş. Yani mesela coğrafya küç deseniz sizin vatanınız Şərq Türkistan. Türkiye'ye gelseniz sizin aklınız küçünüz var. Siz bir yerde bunda siz rengimizi sağa sürüşünden acı yok. Coğrafyalı küçümüz var. Coğrafyalık salayet. Nelik Şərq Türkistanlık değilsiniz özünüz ne? Ama Uygur oldu. Sizden yani nereden geldiniz, neymiş kılısınız deyip, bazı ben müstemlik Şərq Türkistan'dan geldim deyip, onun da kendisine acı yok. Anadaki coğrafya demek 5 xil amil. Bunun en tesiri kuşkap ketken adam kim adısı Hitler. Hitler şimdi ne yapsın, ne için kozuyal dediğin çağda bu coğrafyanın muş kitaplarının tesiri, iki adamla tesiri kuşkan deyken bunu. Biri Nietzsche'nin tesiri kuşkan. Anadaki şu coğrafya degan kitobni yozgan odamning ta'siri chiqib ketganda ekan. Nietzschening ta'siriga Bismarck chiqib ketgan, shu Germaniyaning mashhur nimasi vaziri. Demak, bu jo'grafiyalik kuchidan foydalanayotgan gap. Masalan, Hong Kong xalqining bu qitimqi haqqoniy tinch namoyishini bostirib etsa, atrofidagi hammalar bilamiz. Janubiy dengiz masalasi va Shanganga bog'lanishlik, u yerdagi bir girvik. U yerda Yaponiya bilan bo'layotgan zimin talishi va onundan keyin ayaqda Vietnam bor, Filippin bor, Singapur bor, aslında bir yurish zimin talashtirish bor. Bu yerdagi bu jo'grafiyalik kuchni tamponsini buzib qo'ydi. Agar bu yerga Xitoy rasmiy qurolliq cheganda ekan, bu yerda bir demokratik kuchni bostirib etsa bular, bugun bizga tajovuz qilmamdi, bizni mana qilmamdi deb qilgan bir endish paydo qilib qo'ydi. Demak, bu yerga jo'grafiyalik kuchidan, shu kuchidan Şangan xalqi intayin yaxshi foydalanayotgan gap. Masalan, biz Uyg'urlarga yilg'i tabiqlasmiz endi. Biz de jo'grafiyalik kuchning nima ekanligini bilmaymiz. Bizga bizning biladiganimiz Sharq Turkistonning istiqrolik o'rni intayin muhim. Xitoy uchun muhim, dunyo uchun muhim deb qaraymiz. Demak, mayada jo'grafiyalik kuchining intayin nimasi nima? Lekin 11 bir amil madaniyat asosi intayin chunqur. Biz bayda deb ketdik. Xitoyning madaniyati 2000 yildan burunqi madaniyatni qizib chiqib, hozirga tabiqlayotdi. Shangan xalqi bo'lsa, kimning ilg'or madaniyati bo'lsa, o'ziga tabiqlab turib, o'zining madaniyatining ichida uni eritib, Shangangni yo'qotib o'tmagan asosda o'zining madaniyatini betib, dunyo uchun xizmat qilyotdi. Masalan, Komünist Xitoy imperiyasi bizning zamonda bosdi, bizning madaniyatni yo'qlik qilyotdi. Amaliyotda u insoniyatning madaniyati. Bizning insoniyatning bir parchasi, bir hujayrasi. U Komünist Xitoy imperiyasining puhralarini yaratgan madaniyat insoniyatning madaniyati. Uni o'znikini ulug'lab, birsinikini bostirib o'tish bu hargizmi bir xato. Tabiiy. Masalan, galaylik bular deydi. Farqni tamamen takdir deb qarash. Masalan, bular deydi. Bizning tariximiz 5000 yillik tarixiga deydi. Bizda 6000 yil deydi. Bizga ham o'tgan tarixida buning dalil ko'rsatadigan nima desangiz, Jokoti adamning bosh surati deydi. Beyjandan tepilgan Jokoti adamning bosh surati deydi bular. Xo'sh, yaxshi, biz sening unda o'z faxrlanamiz. Men Uyg'ur, men faxrlanaman. Ejdadim. Endi bular deydi, insoniyat bizdan taralgan deb.
Ve o garip seyahat hep Laos Kinos ve imperialist tuş intayın iğir. Bunun da biz insanlar maymundan payda olgan dep düşünüyorum. Men bu şu doğru oqutuşum bilen tola qızırışıp kaldım. Hem de 8'de okudu vaqtimizda. Hazırkı maymunlar neymiş şunda insan tarafı qılmaydı. Maymunlarınki evlat kaldırışı 16 ay boludu ki. 16 ay ekan balağa etken. Bu insanın 14, 15, 16 bu nimeçler zor farq var. Ondan sonra o maymun nereden payda olgan degендek bir anda şunda bir dertlaş boldu. Demek Komünist Xitoy imperiyasi özünü Jokotian adamını delil qilib turib biz 5000 yillik tarixiga insoniyat bizdan taralgan deydi. Lekin o'ylamgan yerdan Uyg'urga nisbatan bir nijotlik yulduzi bo'lib hamda Körorang o'zi Texnomekandan tepilib buni Yaponiyaga ko'tasi 7400 yil chiqarib qo'ydi. Uningda mix chiqdi, bug'doy chiqdi, guruch chiqdi, kiyim chiqdi. Buni keyin o'ziga kelib 6400 yil tushdi. Keyin yana bizimda 5400 yil shu oxir 4600 yil tushirib qo'ydi hamda. Qaysisidenga Namussuzluk tayini o meyli hem de bu insaniyet ecdadı meyli sıldan taralsın. Mesela Komünist Xitoy imperiyasini hazır öz datından taralsın. Meyli Yahudilinin ki bana 24 bin peygamberinin hemimiz bizden çıktı. Muhammed Aleyhisselam'dan başka deydi. O insaniyet bizden taraldı. Meyli oldan taralsın. Meyli kimden taralsın? Biz onun nem kılmayız. Hoş bolumuz tarihi insaniyetin tarihi aydınlaşsa bu biz için mi yaxşı insan için. Lekin bir milletning madaniyatini yo'q qilib bitish. O insaniyetni yo'q qilishga o'xshash. Bugun biznikini yo'q qilsin, erta bir kuchli kelib unikini yo'q qilsin, o'g'in bir kuchli kelib yana birisinikini yo'q qilsin. Bu insaniyatni iz qolmaydi. Avlodlarga nimani taqdim qiladi? Bu madaniyatga nisbatan tajovuzlik qilish bu insaniyatni oldida intayin bir ig'ir jinoyat. Demak, bu Shangan xalqining madaniyati Yevropaning madaniyatini asos qilganlik uchun biz shunday tushungan Shangan xalqi texnik chunqur tushundi. Shunlashqa medeniyet asasında çunqurluq sebep tüpeli Komünist Xitoy imperiyasi manamayışını bastırılmayıvatıdı dep qarayman. Xitoyning haliqi davomli Nobel mukofotiga erishgan Liu Xiaobo. Liu Xiaobo Xitoy xalqininki degan chunqurluqdagi Xitoyninki insondek izzatli yashash uchun bir madaniyatlik bir davlatning uzun yil ishg'olida qolsa andan uyg'undi. Xuddi Hong Kong xalqi masalan fikr hamma jihatda özgürüp tamamen Xitoydan farklı holatda tafakkur qildi, hamma jihatini ilg'or masalan. Hozir shunchalar zulmdan ichida turib kommunistlar masalan, shunchalar sondagi millat bu qadar uyg'onmasligiga sabab kommunist rejiminingki shu tuzumniki xalqqa bo'lgan ta'sirining naqadar ig'ir ekanligini deb, shu qutulish uchun ishg'ol ostiga qilish kerak Xitoy degan bir so'z bor ekan, shu esim kelib qoldi bu so'zingizdan. Xo'sh, unda bo'lsa, yana aşağı qaytib keldikmi? Nima uchun bostirolmaydi deganiga? Bu buna javob beramiz. Komünist Xitoy imperiyasining abayim dedik, hozirla bostirib etkisi bor. Shunchalar g'azab bilan qattiq g'azab bor, ammo yuqorqi sabablarmi bor, bostirolmaslik. Ham bundan keyin yana bir sabablarimiz bor, ham tashqi sabab bor. Qattiq bostirib etkisi bor. Men bu dunyo tarixidagi hozirgi elbash hukumatlarininki bir kunda uxlash soatida qarab baxsam, eng az uxlaydigan Merkel ekan. Shuni tadqiq qilmoqdaman. 5 soatdan 4 soatgacha uxlaydi. Hamda o internetda bo'ldi emasmi? Lekin men Xi Jinping uxlamadi deb o'ylayman. Xi Jinpingmi? Xi Jinping men uxlamadi. U xil xabliqda u qanday uxlaydi endi. U bir endi insoniyatga shundoq bir o'ziga bir xavf kelayotgan ahvol ostida. Ham buni biz chaqchaqni qo'yib turib, savolni o'ziga kelsak, birinchisi Shangan xalqininki ichki vaziyati. İçki vaziyati tüpeli Xitoy bostirolmayotdi. İçki vaziyatini biz bilan bir qator tanishtirdik. Bu yerdagi eng negizlik masala hammasini deb o'tib kelgandik. Shangan xalqining Shangan so'ydigan ham sapasining eng yuqorligi, ruhining bo'g'aligi bu bir ichki vaziyati. Ya'ni bir umlik ittifoq. Biz Shangan uchilla deydigan bir vaziyat shakllanib qoldi hozir. Masalan, ben 3 qatimliq namoyishniki nemisini qo'shib baqdim. Xo'sh. Qitilgan adamı qo'shsam bu 6 millionga yaqin son chiqib qoldi ekan-ku. Masalan, birinchi qitimliq 1 million 700 ming dedi. Yana keyin 5 kundagi o'tkazgan, 12-kungi kunda 2 million 800 ming dedi. 18-kunda o'tkazganda 1 million 600 ming qadar dedi. Axborot vositalarida, dunyolik axborot vositalarida. Xo'sh. Bu uni qassak, undan keyin o'tkazgan 6 million. Shangan xalqining noposi 7,5 million. Biz bir matematikalik nem qilsak, mayli uni namoyishga qatnashamaydiganlar bor deylik. Masalan, hamda 1 yoshdan tatib 12 yoshgacha bo'lganining qatnashish imkoniyati yomon to'm bo'ldi endi. Xo'sh.
bu namoyish yurishga chiqishi haqiqatan qiyinchilik bo'ldi. Lekin uningdan yuqorili bor, mesela 65 yoshning yuqorilarining qatnashish imkoniyati asosiyatdan bo'lmaydi. Bu bor. Lekin ya xizmat qilish munosabati bilan, ya boshqa bir munosabat bilan sayohat munosabatidan chet elga chiqib qolgan, u buniki Shangayni qassaqmi, bu yani 1 million odam chiqib qoldi. Bu shundoq demak, Shangay xalqi butun kuchlarga qarshi turayotganligi uchun ichki vaziyatida bu ne Komissiyada impressiya gangar tuytib bordi. Masalan, men Imin akimizning yozgan maqolasida ko'rdim men. Bir Shangay 12 yoshlik bir qiz borniki, namoyish qatnashganligini muxbirdan so'raganligini debdi endi. Siz namoyishga nima uchun qatnashdingiz? Men o'zimning Shangayga bugun uchun va o'zimning kelgusi uchun namoyish qatnashdim. Siz bu Shangayning namoyishda o'lib ketsangiz, o'lib ketishdan qo'rqmamsiz? Men o'lib ketishdan qo'rqmayman. Men chunki Shangay uchun yashayapman. deb anadiki men o'lim xitimni yozib qo'ydim. Ammo ota-onam demadim, qo'rqib ketmişdim. Yig'lab gapqan finalda chiqqan chiqqan deysiz. Shunday. Anadiki bir ayol o'ziningki qo'g'inish qalbiga kayniga. Men agar o'lib ketib qolsam, hech qanday armonim yo'q. Agar yarda bo'lib qolsam, meningki qon besim nima? Tansiyonim bor, qon besim. Uningga ma ilojni men so'nkam silib qo'ydim, shuni men ushtirib qo'ying deb. Ma qarama ruhni. Ma ichki vaziyatdagi tavlangan po'latdek ruh ma. Bu ruhni Komissiyada impressiya igildirmoqda, shuni bostir etmoqda. Bu ichki vaziyatda. Ikkinchisi Komissiyada impressiyaning ichki tashqi vaziyati. Komissiyada impressiyaning ichki vaziyati qarab bag'ayli. Birinchisi Komissiyada impressiyaning iqtisodiy hozir chekinib hozir sizlarning axborot vositalaridami yoki Uyg'urlar qarindoshlarimizning boshqa Uyg'ur agentligi qatorliq axborot vositalaridami da'vatida zaiflashib ketib bordi kundan kunga. Har xil iqtisodiy besim duch kelayotgan ahvol ostida bu xalqda bir tavrinish bor. To'lqinni uyg'onish, to'lqinsimon uyg'onish bor. Bu ichki vaziyatda bo'ladi. Andan keyin mustamlik xalqlar yurgizayotgan siyosati hem o'zining xalqiga, hem dunyoga bir nihoyatda yomon ta'sir ko'rsatyapti. Uni masalanga biz hamda Komissiyada impressiyada xalqlari bizga nisbatan yistash qildigan xalq texnik o'tirib chiqmagan bo'lsa-mu, ammo chiqmaydi degan olmaydi. U faqat vaqt masalasi. Hozir Shangayda chiqdi, Tayvanda chiqdi, bu chiqadi. Bu ichki jihatdan o'ziga. Ana degan Shangay bu Komissiyada impressiyaniki demokratiyalar bor endi. Demokratiya talab qilayotgan, mayli chet ellarda bo'lsin, bizdek sarkardan bo'layotgan, mayli ichki qismda yangicha harakat qilayotganlar bo'lsin. Xo'sh. Bu Shangayga namoyishdan ilhom oladi ular. Voy, ayda ayish bo'latibdi. Buni nima bostiramaydi? Maishni vaqtida bostirib bordi, urubli kelotdi, bu odamning qimmati yo'qdek cho'pni olgan deb o'ylab o'tib bordi. Ajab, ma'ni nima qilamadi deb. Buni nim qilamadi. Bizdan bir gap bor. Quloqchilik quyoshning nurini 1000 arv to'p bilan ko'mib bo'lmaydi deb. Shuning o'xshab bu pastorni nim qilamadi. Shu ensizchilik bor. Partiyaning o'zining ichki qismidami, mayli huquq tanlash bo'lsin, mayli demokratik usulda bo'lsin, ya xalq huquq berish. Bu da'atlashning ichiga bu ziddiyat texim avjab ketmaganligi uchun buni bostirmayapti ichki omilda. Lekin tashqi omil. Tashqi omil nat yetakchi o'rinda bo'layapti. Tashqi omil keyinda Hong Kong xalqining ilib turgan haqqoniy namoyishini butun dunyoda qo'llatadi deb qaramasaqmi, ammo yomon diqqat qilyapti. Xo'sh. Bo'libmi Amerika, G'arb, Turkiya boshqa davlatlar qattiq diqqat qilyapti. Zodi buning aqidati nima boradi? Nima ketib bordi deb. Bizni garchi biz uni axborot vositalarida yozgan maqolalarda ko'ra olgan bo'lsak-mu, ammo ichki yuzini tek ko'rolmayapmiz. Yangichil bo'layotgan ishlarni biz tek oshkorlayapmiz, bilmayapmiz. Bu Komissiyada impressiyaniki tashqi vaziyat, tashqi jihatdan kelayotgan besim naydi. Men Amerika Qo'shma Shtatlarininki boshqa Donald Trumpdan qattiq xush bo'ldim. 2 qiz, 3 qiz gap qildi. Bir gapni ikki takrorladi, ana keyin bir qiz gap qildi. Birinchi dedi-ku, Shangayni Jongo Xi Jinping odamgarchilik bilan bir taraf qilish kerak dedi. Bu qattiq tegwa gap ma'vo. Demek sen Angliya biz sana Shangayni odamgarchilik bilan bergan to'q. Sen Shangay xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash, demokratik talablarni odamgarchilik bilan bizga o'xshayib qilib berdi.
Eğer sen anda hal qilmasang, sana nisbeten çok ta'sir bo'ladi deyapti. Demişim adamgarchilik qilib berdi. Sen adamgarchilik qilib Shangan xalqininki tanlashiga, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga hurmat qil deyapti. Qattiq yaxshi gap qildi. Ana degan yana bir gapni qildi. Men Shangan xalqininki kishilik huquq va demokratiya qonunini qo'l qo'ydi. Qo'l qo'yganda biz Shangan xalqining yenida dedi. O yenida degani hamma jihatda yenida bo'ldim, bo'ladi ham yenida biz da'vatida. Buningdan ham da'vatida hamda sen Komissiyada impressiya diqqat qil. Agar sen Tiananmen voqeasini bostirgandek, Urumchida qatl-tam qilgandek, Tibetda qatl-tam qilgandek bir ish qilib qolgan bo'lsang, sening umring qisqarib ketadi deb. Ayni chog'da u gapni Saddamg'imi degan. Karzayig'imi degan, shu vaqtdagi Amerikaning zontonlari. Lekin hech qaysi unimidi. Saddamni Chamg'orsda chiqib darg'isi etdi. Karzayini turbaninki xortundan ishidan tatib chiqib xalq urib o'tirib etdi. Shu mustabidlama shu kunga qoldi. Xi Jinpingga da'vat qildi. Anadan biz yana bir diqqat qilgan bir masala borchu. Tashqi vaziyatni o'stirgan chog'da. Xi Jinping Amerikani bir qatim ziyorat qildi. Turib nem qilgan vaqtida mana shu elboshi bo'lib, huquqni qo'llagan chog'da. Lekin davlat ziyorat qilmadi. Bunu aydınlaştırışımız gerek. Devlet ziyareti bo'lgan bo'lsa, davlatlik salohiyatlar Oqsaroyda kutib olgan bo'ldi. Lekin turib uni Florida shtati ko'l aramgohida o'zining shaxsiy uyida kutib oldi. Men sizning uyingizga keldim, mehmon bo'lib keldim. Shunga o'tirib deydi. Xi Jinping mening do'stim deydi. Davlatlararo do'stlik bo'ladi. Lekin o'rin masalasi, bu siyosiy anlamdagi bir o'rin. U uyga mehmon shaklida qishqaydi. Ama devlet ziyaret şekilde qishqigan bo'lsa, Oqsaroyda kutib olgan bo'lsa, ana degan Jungo bilan Amerikaning munosabati yaxshi ekan deb qarash bo'ldi. Endi u xili bo'ldi ha unga. Lekin bu men diqqat qilgan masala. Buni Xi Jinping inchik tushunadi. Agar men Shanganga manda qilib qolsam, Amerika, G'arb boshliq davlatlar maoshni qiladi deb foyda ziyonni qattiq o'lchab turib, shunga turib o'tirgan gap. Ana degan bu haqida ustozim, mening sevimli ustozim, men intayin hurmatlaydigan Erkin Tarim akam, Erkin Ahmet Tarim akam. Bu to'g'ri paranglashdik desak, shu Erkin Tarim akam dedi-ku. Komissiyada impressiya shu foydasini qattiq dansavatidi, shuni bostirolmaydi. Agar sal nima qilib qoldiramiz, xalqaro bo'shroq turib, o'ziniki foydasi o'ngilgan bo'lsa, Alloh burilla cherplama shu cho'pni qirganda qirib molni yedigandek haydab yuribdi ularni. Demak bu tashqi vaziyatmi buni bostirmaslikqa yana bir sabab bo'layotdi. Ana degan mustamlik xalqlarningki ko'rsatayotgan ta'siri. Endi bu bizda hozir Sharq Turkistonda hech qanday gap qilish imkoniyatimiz qolmadi. Buni amalan bilamiz. Xo'sh. Ammo biz gap qilyapmiz. Biz sen ma'ni qilyapsan, bunda qilsang bo'lmaydi deb chiroyli xalqaro qonun bo'yicha, gerçi xalqaro qonun sirtkilar deyapmiz. Xalqaro qonunni gerçi to'liq tushunmasakmi, tushungan doiramiz qacha, bilgan doiramiz qacha da'vatimiz. Bunu biz sen manda qilsang bo'lmaysa, bir insoniy jinoyat o'tkazayotsa, bu bir mazlum, natvan xalq bu. Sen buni bir gapini anglab baxmamsa, sen millionlab odamni jazolarga qamı bilib, onun ishga a'zolarini setib, bir uyga erlarni uy jazolarini so'litib, ayollarga bir erkakni içirib, yerlashtirib, onun bir hayot nomusini nima qilib, madaniyatini bunda qilishning nima ahamiyati bor? Chiroyli paranglashaylik da'vatimiz. Buni xalqaro tushunib o'tadi, bilib o'tadi. Agar Komissiyada impressiya Shangan xalqini bostirib etsa, bizdek mustamlik xalqlarningki Shangan Komissiyada impressiyaga mana biz manda zulm tortayotgan to'q Shanganga ma'ni qildi. O'g'limi mendachi o'zining talabini haq da'vatsa, bizmi talabimizni chiroyli da'vatsak, biznikini tinchmaymiz, buni manda qilyapmamda deb bizning harakatimizni mayli biz bo'laylik, mayli Tibet xalqining bo'lsin, mayli Shangan xalqi bo'lsin, mayli hozir Shanxayning chiqdi qo'y, endi xalqaro mustaqil Shanxay deb tashkil qurildi. Mayli u bo'lsin, mayli Tayvan bo'lsin, hammasining ovozi texim yangrab ketishdan qo'rqyapti.
Bizning ovozimizning jallanib ketishdan qo'rqyapti. Shunga bu mu bir yetakchi o'rinda, ya'ni muhim o'rinda bo'lsa, buni bostirolmaydi. 5-chi xil omil Kommunist Xitoy imperiyasining demokratchiligini ko'rsatayotgan ta'siri. Mayli ichki qismda bo'lsin, ichki qismi qaraganda buni sirtqi qismida bo'lam na chuvalchaq ekan. Bir yakilanma ekan, birisi bir nima ekan, birisi bir nima ekan, lekin demagandan deb turayotgani yaxshi. Biz sen mandaq qilsang, biz Jungoni masalan sen hokimiyatdan kessang, biz dünya Kommunist Xitoy imperiyasining fuqarolarini manda demokratlaştırırız, erkinleştiririz deb dunyoni Kommunist Xitoy imperiyasini dunyoning siyosatiga, dunyoning hozirgi iqimiga moslashtirish uchun xizmat qilyapti. Ahil avval o'g'liga bostirishga imkoniyat bermayapti. Buningki hamda Kommunist Xitoy imperiyasining fuqarolarining ichida mahil idea yetakchi o'rinda turmagan bilan Tayvanda yetakchi o'rinda turyapti. Sayyon xonim yana saylandi, menimcha. Bu yetakchi o'rinda turyapti. Shunlashqa bundan qo'rqayotgan gap bo'lar. Agar bu qilsak, aytlar Tayvan mustaqillik jakalablar mana Shangani mana bir davlat ikki xil tuzum dedi. Yuksak avtonomiya berim dedi. 15 yildagi o'zing erkin saylov o'tkazsang bo'ladi dedi. 50 yilgacha hech qanday nim o'zgarmaydi dedi. 22 yildagi millionlab Shangalikni qurbonlik qilib etdi. İnsanın qimmati zodi o'ldi yo'q, bir cho'pni o'g'andagi o'yabli tashib bordi. Biz mustaqilligimiz bo'lmasa bo'lmaydi degan ekan. O chaqda Kommunist Xitoy imperiyasi nim bo'ldi? Ya urush kerak, ya chiroyli o hokimiyat beshdan tushib, mustamlik xalqning gapini anglaydigan biroz chiqish kerak, ya xalqaro jamiyat Kommunist Xitoy imperiyasini yetaklaydigan bir siz bay degandek xalqni yetaklaydigan bir holat shakllanish kerak. Shunlashqa bundan qo'rqyapti. Şun bastırılmalıdır deb o'ylayman. Ana lekin dunyoning ta'siri. Dunyoning ta'siri degan chaqda hamda masalan g'arb bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin, biz buni bir qator dedik. Ham qo'shnidagi davlatlar bor hamda. Zamin talashda atish qilayotgan. O'zining xalqining, mayli hozir deylik, hamda Shangan xalqining o'zining xalqi deb tushundik. O'zining xalqining demokratik haqqoniy xalqaro qonunga uyg'un bo'lgan, ham o'zi tuzgan qonunga uyg'un bo'lgan bir talabni bunda bostirib bo'lsa, bu kuchaysa yana nima bordi? Bizning aytli umumda bu deb hammadan burun ansiraydigani Yaponiya, Koreya bo'ladi, Avstraliya bo'ladi. Chunki bir qadar iqtisodiyoti jiq kuchli hamda ondan harbiy jihatdan kuchli bo'lgandan keyin bular ansiraydi. Shunlashqa ularning inkosimi tezlashadi. Shuni u xil avval ostida Kommunist Xitoy imperiyasi qo'l salanmayapti. Ham salanmaydi menimcha. Bu xil avval bundan murakkab prezidentlar qaynimki bir imperiya menimcha salanmaydi. Ham salamimiz nega bordi deyish mumkin endi. Balkim mushundaq achында bir ag'amchi tartib shaklda qo'yib berish mumkin. Bizda o tartib birdan bu tartib anaqaga bir ziriktirish, Shangan xalqini Hong Kong xalqini mush namoyishni qilaverib qo'yib hech qanday unum chiqmaydi ekan-ku deb bir ziriktiradigan bir holat shakllantirib qo'yish mumkin. Bu bir eng qo'ldan keladigan ish. Ikkinchi bir ish lükçeklarni ko'ndirib, lükçeklarni uyaga evet deb belgilik shaklda. Hozir qilayotgandek. Buni oldiga kerak, buning oldiga oshkor qilmasimi? Qisman masalan galaylik, uyaga Shanganning muhim, Hong Kongning muhim yerlariga o't qo'yiladigan, muhim yo'llarini buzib o'tadigan, muhim bir joylarini buzg'unchilik qilgan shaklda qilib, mana sizlar buni tinch namoyish davatdinglar, mana yerda eshit, mayani o't qo'ydi, mani o'di, mani o't dedi, mayani buzdi. Biz buni qanday qilamiz deb xalqaroga bir o'lakmoshni oldiq tashlamoqchi bo'ladi. O'zining bostirishiga bahona chiqarib qo'yish mumkin. Bu ikki xil ehtimollik bor. Ammo ikkinchi xil ehtimollik yomon tuvan. Chunki biz boy dedik-ku, Shangan xalqi o'zining ilib bergan hammasini tashviqotdan unumli foydalanib o'tadi. Ammo buni qilib qilish mumkin, mening nazarimda. Xo'sh, endi bu namoyishninki Uyg'urlarga qanday fursat va xiris elib keldi degan nuqta bilan. Bu men boy dedik, Shangan xalqining bu qitimga ilib bergan haqqoniy tinch demokratik namoyishi Kommunist Xitoy imperiyasi qurilgandan tortib hech qachon bunda uzoq davomlashmagan. Mayli xalqaro jamiyatmi buni aniq biladi, mayli bizmi bilaylik. Ya'ni
Nemi deydi, bizdek müstemlik xalqmı biz bir iş qilsaqlam missiz bedel төлөп etimiz, fursat küteyli deydigan bir holat şekillengen. Enetkin xalqara cemiyetmi biz aralashib boğuchila buni besturuytib beka bevudi qan tökmeyli. Mazlum xalqlarniki hayatla o'ynashmayli deb xalqara cemiyetmi bir sukut tutgan hem devletlararo munosabatmi eng muhim hamda iqtisodiy munosabat yetakchi o'rinda bo'ladi hamda. Shu munosabatlarga ta'sir yetmasin deb sukut tutgan. Bo'lmasa bizmi başqa millatlarnikini demasakmi bizmi shu Urumchi ilpag'in qatl tamdimi hattoki Obama men unda ishdan bo'g'alligini bilmayman degan Moskvada ziyorat bo'layotgan vaqtda amaliyotda Obama u ishni bilmaydigan darajada emas. Osmondan 10,000 kilometr egizlik tutgan bir Amerikan ayprani razvedka ayprani yerga qo'yib qo'ygan bir tuxumni bilaydigan bo'lsa u ishni bilmayman degani menimcha aqlga muvofiq emas. Demak hozir endi Komixtay imperiyasininki mushu hech qanday qilolmaydi, xalqlar hech qanday qilolmaydi degan mushu bir nimisini pardasini yitib tashlab etdi, o'lini ichib etdi. O'zining Komixtay imperiyasining ojizligini ichib etdi, pardasini ichib etdi. Mana qiyin bo'ladi ekan mana deb xalqqa nisbatan jasorat, kuch ato qildi. Mustamlik xalqlarga ham dunyoga nisbatan. Endi buni hamda biz boshqa millatlarniki dunyonikiga biz muloyiz qilmasak, o'zimizga ait bo'lgan muloyiz qilsak, birinchidan bizda gangrash bor. Hozirmi gangrash bor. Biz qanday gangratimiz desa, Shangangda mandaq ish bo'layotdi. Soat qanday bo'lar ish deb uni jiroqdan turib kuzatib o'timiz, yaqinga yiqilish baqqimiz kelyotdi. Parvona o'xshab birdan o'zimizning chiroq urib baqqimiz keldi, chiroq nuri o'chgan chaqda tamib berib qo'nib olgimiz kelayotganda bir gangrash bor. O'diq qo'sh gangrash bor. Zaten qanda bulamı şu de bir titçilik gangrash bor. Iniq texe bizdimi Shangang mustaqillab ketsa biz manda bo'lamiz deydigan bir iniq siyosiy tushuncha bir tashkilotlarimizdan birasi menimcha o'tirib qo'ymadi. Siz aldingizmi bilmayman, men olmadim. Bizda gangrash bor. Ikkinchidan qo'rqish bor. Biz deylikki kichikkin beshimiz ko'tarilsinla tayoq yeyib beshimiz kesib ketaverganlik uchun Shangangda mushqitim hay bu bastırıb etdi deyme. Bu Xi Jinping büyükünü 10 qobudu, büyükünü 10 qobudu. O hem huquq onun qo'lida. Fitli qisilla çırplı bastırıb etdi. Yani bir tüpürüklerle yo'q etdi degandek anda deydigan bir mesele bor. Shunga bizda xalqda qo'rqish bor. Bizning ham Shangangda bu qadar bo'layotgan bir namoyishni bizning xalqimizniki axborot vositalarida anglishi mumkin emas. Onu siz mi bilirsiniz 6. ayının 9. gün namayişinin Komixtay imperiyasininki dunyoga keng ichilgan yer shar vaqt kezde numus qilmay Atilla bayramini xotirlash uchun oshunda beraladi Xitoy uni. Demak, u hozir uni nimda tashviq qiladi, uni biz bilmaymiz. Ammo buni anglash imkoniyati yo'q. O'zdan demak xalqimizdan og'ringan bizning salohiyatimiz yo'q. Mamlakat endi vatanimizga. Ammo chet eldikildimi qo'rqish bor hozir. Voy, bastırıb etdi deb. Ya men bu to'liq bijigiz gap qilib qolsam, ya ayda onamni ichirib solab qo'ydi, ya dadamni maqib qo'ydi deb texmo qo'rqash bir xil bor. Qo'rqash bor. Gangalashim bor, qo'rqashim bor. Buni e'tirof qilmasak ham bo'lmaydi, hergiz. Shunlashqa Shangang shu Hong Kong xalqining ilib berayotgan shu namoyishida Hong Kong xalqi bizning bayroqni ko'tarib, bizning zulmni anglatyapsimi, bizning cho'ng-cho'ng tashkilotlarimizni dadil to'rt eg'iz gap qilolmayotdi. Bastır yutib qalsa bizning xalqaradagi ta'sirimizga obrazimiz ta'sir etib qolamiki, u bu deb menimcha. Mening his qilishimcha bu bor. Uchinchidan umid kutish bor. Hem gangratimiz, hem qo'rqatimiz, hem umid kutyapmiz. Ya Allah bir esbi, şikes bir urush bir kesse. Ya bir bastosa Amerikacha bastır bir usa uni. Ya bir ichki qismdan bir chataq chiqib kesse, shuninglar. Bizmi shipbil bir vatanga bechirib olsak deb bir umid kutish bor. Ham xiyollarcha dong xutcha bir umid kutish bor bizda. Xo'sh, bengina xiyol deb. Bengina xiyolga dong xutcha bir umid kutish bor. Hammalarni bor. Bir o'g'liqcha kuzatib uni umid kutish bor. Enadikin to'rtinchisi uyg'onish ichidagi o'ylanish bor. Bu hammadan muhim. Biz baydidik. Biz nurg'unlagan shunday qarshilikni ko'rsatdik. Meyli teşkillik olsun, meyli teşkilsiz olsun, meyli zoravallık olsun, meyli zoravasız olsun. Ama biz zoravallık karşılık gösterdik deb meşenmeymen. Zoravansız karşılık gösterdik.
Biz chiroyli gapimizni qilib bo'g'ichiligida bostirib etdi. Tayvan Tibet xalqinikini bostirdi, Ichki Mongol xalqini bostirdi, Manjulni bostirdi. Buni nima ish bostirolmaydi? Bizmi o'xshash odam tursa, bumi o'xshash odam tursa deb bizda o'yg'onish bor. Ham o'ylanish bor. Hamda Sadiq Azizakam so'ziga leksiyasida Changan xalq kitobni jiq o'qiydi deb chaqchaq qildi. Rost kitobni jiq o'qiydi endi. Bular shu sapasi boy biz deb o'tib kelgandek shunda shunda nech xil afzal sharaf taraflar bo'lganlik uchun ilib beryapti. Shu bizda o'yg'onish bor. Bizda nima ish bunda bostiradi, bu nima ish bostirolmaydi. O'xshash qurol bor, o'xshash harbiysi bor. Hammamiz shunda tursa, yo bular siz boy degandek ikkisi bir Xitoyga qochib bostirolmatamdi. Yo yana bir boshqa ma'no bormi bunida deb bir o'yg'onish bor xalqimizda. Hammalanda bor. Anandikin o'yg'onishida o'ylanishmi bor. Biz zar nima savallik o'tkazyapmiz? Biz qanday qilsak bundan keyingi mustaqillik ishlarimizda Shangan xalqidan, Hong Kong xalqidan uygundigan qaysi taraflarimiz bor? Qaysi ilib borgan harakatlarimizda nima savallik o'tkazdik deb shu savallik tuzlashidagi o'ylanish bor. Buni tashkilot rahbarlari cho'qim buni o'ylanish kerak. Bundan cho'qim ilhom olish kerak. Bizning qo'limizdan kelganini bu ig'zimizdan kelganda deymiz. Yozirganni yozimiz, so'zlaydiganni so'zlaymiz. Ammo mush ishda yetakchi bo'layotganlar cho'qim o'ylanish kerak. To'xta, manda qilmasak bo'lmaydi ekan deb ashildagi narsani o'zimiz tabiq qilishimiz kerak. Atugin masalan Shangan Hong Kong xalqininki ish bitib Hong Kong xalqi menimcha mustaqil qilolmaydi, mustaqil bo'lolmaydi. Manda desam endi mustaqillikni istamaydiganmi, orzulamaydiganmi, nim bo'lamdi, davlat bo'lamdi, millat bo'lamdi. Hozir u mustaqillik deb ko'chaga chiqib olgan tursa-da. Ammo bularning dartig'ini biz Amerikadek, Angliyadek, Fransiyadek manda bir demokratik tuzum ostida yashasaq deydi. Ammo Kommunist Xitoy imperiyasi uning g'ariz kelmaydi. Unda yashasa biz mustaqil bo'lsak bo'ladi. Tibet mustaqil bo'lsa bo'ladi. Hammamiz mustaqil bo'lsa bo'ladi. Bu hozirgi Hong Kong xalqining o'tirib qo'ygan talabni amaliyotda Tibetlikninki ma'naviy doisi erkinlik jangchisi Dalai Lama Hazratlari 1987-yili Fransiyaning Istanbul shahrida 5 nuqtalik taklifda o'tirib qo'ygan. Mana shuning oralig'ida hozir 32 yildek o'tibdimi? 32 yildek bo'ldi. Shu jarayonda Xitoydagi uning bilan Kommunist Xitoy imperiyasi uning bilan suhbat o'tkazadi. Nim qilmadi. Demak, mustaqillik ammo shu arzusi bor. Biz buni nəhayət inchikka tadqiq qilmasak, atugin ma'qul. Shunda xalqaro qonun bo'yicha yoki xalqaro iqlim bo'yicha maslashib kompartiya bo'ldi, biz ko'p partiya tuzumi mangdoq desa, uchoq biz qanday qilamiz? Biz nimadan tajriba to'playmiz? Yanılı mishada vaqirg'ali vaqirab, vaqirmag'ali vaqirmay, gap qilg'ali gap qilib, gap qilmag'ali qilmay, biz bir gap ekan. Altının ordumuz paqirab kesibdi deb. Şunun qo'sha da o'tavrilga chiqib qoldi. Ammo Xitoy keldi, Kommunist Xitoy imperiyasi eng oxirgi bosqich keldi. Biz sizlar suhbat o'tkazganda degan tuqu. Kommunist Xitoy imperiyasi bir imperiya yuksilib eng yuqori bosqich bo'lgan chaqda uning cho'kish vaqti bo'ladi. Ya'ni biri keng bozorga erish kerak, ikkinchisi ham material bozorga erish kerak. Hozir bu ikkili yo'lni Amerika kesayotadi. Bu cho'qimli bu endi davraydi endi bu. Bu davrab ketsa biz Uyg'urlar qanday qilamiz? Shu bunga kelganda qattiq o'ylanish kerak, o'ylanishimiz kerak. Qarshilik ko'rsatyapmiz, qarshiligimizning natijasi qanday bo'ladi, bunga baho berishimiz kerak. Men misha shuni deyman, ham kimning ko'ngli kelsin, men ansirmayman, ko'ngli kelgan qabulmasin. Ma ko'rsatgan qarshiligimiz bilan chet elga chiroq sinib olishning yo'lini qilyapmiz boshqa ish yo'q. Menimcha shu qolgan gapsiz bo'lsa yoki savol bilan bo'lsa. Haqiqatan bu o'tganda bir qancha hafta burunmi nadi ko'ydim hozir esimga olmadim. Masalan Hong Kong xalqining shu Urumchi
qatliamida bo'lgan bizning yerga yotqizilgan holatimizni rasm chiqarib shu videolik shaklni ham eng oxiridagi shu universitetda nurg'un o'quvchilar shu yani egallab olib turdi-ku bir mazgil. Shu yerda tutilgan o'quvchilarningki ani xalqdan tutilgan keyincha bog'langan yoki yerga yotqizib qo'yilgan ikki suratni qilib selishtiribdi bu nimani. Hong Kong xalqi mushu xalqninki na iqtisodiy jihatdan yo mesela erkeklik jihatdan bo'lsin, mesela bugun shu uning pasporti dunyoning necha yuz davlatlarga vizasiz holatda bora oladigan. Shu erkeklik boti, bularda iymon yo'q, hech bir narsa yo'q. Mushunchalar uzun mazgil chidiyal deb bizning Uyg'ur xalqi mushundaq davom qilamidi? Bu masalada bunda bir selishtirgan bir shaklda bir surat bilan bir yozma ko'rgandim. Mushunda siz ham de abayt deb o'tgan so'zingizda vatandagilardan og'irlash nimamiz yo'q deb. Chunki axborotlar bo'lmaydi u yerda. Bo'lmagan taqdirda shunda bularda hech bir narsa yo'q turib faqatlam shu erkin bir muhitda boshqa bir ideyada cho'ng bo'lganligi, yetishganligi, uzun mazgil yashaganligi uchun shundaq zulmga qarshi tura oladigan bo'lganmi bular? Bizga nisbatan biz nima ish davom qilamidik mayli burunqi Xitoyga qarshi harakatlarda bo'lsin, o'zimizning haqqini talab qilish nimada bo'lsin. Shu tinchlik nimalardan nima uchun tez suratda bostirib o'tilganda yoki oldiga chiqqan bostirib o'tgan oqisini yana ulab davomlashtirilmadi. U mana bizda birinchidan sapa yo'q. Ma o ba'zan qarindoshlarimiz deydi, bizda millatning yetakchilari bo'lgan ziyolilar yo'q. Xalq qo'mlar tamam. Xalqni o'daylar. Ziyoli atalgan o'qituvchi universitetlar nurg'un o'z vaqtida batdi. Az sandagi Ilhom To'xtov o'xshash yoki universitetdagi hozir hamma turmada bo'lgan az sandagi uyg'onganlardan boshqasi hech qaysi yozmalarda bo'lsin, shu hammasi qo'lqop holatda yozmadi bu narsalarni, masalan, xalqni uyg'otadigan bir narsalarni. Shu mazgillardami? U sapa yo'q. Masalan, galaylik sapa endi bir odamningki sapasi bo'lmagan insonni endi hayvon deb o'tib ketdi-ku baya. Mana sekin bay qo'pol gap endi bu. Sapayimiz yo'q. Sapayimiz bo'lsa chet eldan mahkum qilmaymiz. Biz ikkinchi programmada bu vaqt tepsi to'xtalmay deb o'yladim endi. Nima ish qilsangiz tashkilotlarning qurilishimizning bizning hojatimiz yo'q. Sapayimiz bo'lsa, bo'ldi masalan Turkiyada deylik. Turkiyada Hidayatulloh O'zxon hojimkan. Bo'ldi yetidi. Allah hammasini pek güzel yaratgan. Baş biri, qo'l ikki, pochoq ikki, put ikki mesela. Hamma narsani shunday sistemaga yaratib bergan. O'zimiz ulga olsaqmi bo'ladi anatish. Yetidi qog'alarim unda jiq jo'g'irib, men bo'laman, sen bo'laman. Hozir Turkiyaga qarab turibman. Biz qo'bab chiqibdi, aytib men boshbakan da'vatgan. Yana shunday aytgan. Uni bular to'xtaylik. Demak bizda sapa yo'q. Ana lekin bizni tashkillaydigan nima yo'q. Siz bay deb ketgandek hammamiz qo'qab. Bu nima uchun deganda biz tu'may urushdan, tu'maylam nimilan nim qilgan. Zulm qarshi urushlardan bo'lgan ekan xalqda bir urushga nisbatan bizda bir seskinish paydo bo'lib qolgan. Ana lekin ma Xitoy imperiyasininki yurgizayotgan siyosatlardan hammasi tegilan ayni vaqtga Sovet Ittifoqining siyosatini aynalla ko'chirib kelgan bizga. Masalan, shu 1917-yili Lenin kommunizmni Sovet Ittifoqida umumlashtirgandan keyin 18-yili yerlik millatchini yo'qtimiz deb 28 ming turkni yo'qtib o'tgan shu chaqda. Uyg'ur, qozoq, qirg'iz o'g'ilni. Misol. Shunday qildi. Huquqni qo'lga oldi 53 dan 57 gacha yerlik millatchini yo'qtimiz deb nurg'unlarni yo'qtib o'tdi. Ana lekin 28-yilga kelganda, masalan, Sovet Ittifoqimi, Stalin yana nima dedi desangiz, pan turkizmchilar, pan islomchilarni yo'qtiman dedi. Qo'miz Xitoy imperiyasimi dal 60 dan 70 yilgacha biz bay deb o'tdik, qahramon Iminov, Ahmad Mirzo shuni nima dedi, pan islom, pan tuzum deb yana yo'qtib o'tdi. Xo'sh. Ayda. Ana lekin ocharchilik, madaniyat zo'r inqilobi. Ayda xalq qo'p qolsa jurk mijli bergandan bir xil tinch turmushga bir intildigan hali shakllanib qoldi. Endi bizda bu o'tib ketgan savallik yomon ig'ir chiq savalliklar o'tib ketdi.
O şunlaşqa bizde oğlum dep kelsek cık vaqt ketdi. Bizde anakin baş yok. Baş çıkıp boğucu. Onu özümüzden xalqı çıkıp qoyatqan. Məsələn gəlayıq, biz 2016 yılı vətəndəki vaxtımız dadıydı bayraq çıxartdı. Bir Xitay yok. Kimnin kime geldiğini şu dadıyca, şu dadıydı işləvatqanlar, elə 3 partiya, 3-5 qədəm partiya əzası, turmuş dövən pul aladığanlar, ola yezib, yani şu Xitay'a verdi. Misal hem de. O kimden ağırınış gerek. Pichaqni eng avval o'zing sol og'rimiz hal qilsa, anima boshqalar solayın. Qo'lingni eng avval o'zing tishla, og'rimiz haqni kech. O'zimizda yamanjiq savallik bor. Bu xil savallik bilan, bu xil ruh bilan nima yo'q, bizning ro'yimiz bag'an sir sesib keladi. Bizning xalq nadan emas. Nadallashtirib bo'lgan gap. Am ro'y sesib bo'lgan gap. Masalan, galayıq, men nurg'un qarindoshlarimizdan paranglashdim, chet el chiqqan yog'i. Paranglish bo'lsa. Biz osonlik millat deydi. Nerede biz asallık millet? Biz intan köp sallık millet. Vay bak Xitaylı 1 milyard 600 milyon nüfusu var. Biz nimada tükürüp olsa tüpürükünü tekini koparmamız deydi. Vay cinim qerinçim biz asallık millet emez. Bugün bir şey mi dey? Biz köp sallık millet. Şuldun mu köp sallık millet? Qandaysa biz köp sallık millet. Vay sen o bizden Şərq Türkistan'da Uygur'un nüfusun de. Biz Şərq Türkistan'da köp sallık millet. Türkiye'de asallık millet. Germaniyada Amerika'da asallık millet. O xalqning ki özünün zimada qo'yilgan 1 milyardga 100 milyard olsa bizden ne münasebeti var? Allah yaratibdi, Allah nima qilsin. Ama biz özümüzün zimada köp sallık millet. Sen özüңнің döl ziminingni chiqish qilib turib gap qilmaymiz. Biz özümüzün zimada sizmi itiraf qilgansiz köp sallık millet. Evet. Bu haq biz asallık qat'iy nazar hiçbir zaman zimin egasi asallık olmaydi. Bu aniq bu. Anakin bizden nim qilgandek nurg'unlagan Nadikin ma'rifimiz mi yok? Bir milletni yo'qotishning eng oldingi sharti ma'rifini oshib etish, oilasini buzib etish, jamiyat yetakchilarini yo'q qilib etish degan angliyalik bir nima. Aslında biz nurg'unlagan narsani juturib etgan millat. Hozirmi topamatmiz. Masalan, galaylik 1900 bizga nurg'un fursat kelgan qarang. Men tarixini qattiq, bunda o'zimizning tarixini 49ni tatib hozirgacha qattiq men unda nima qilib baxtim. Tadqiq qilib baxtim. Masalan, galaylik imno qahramonimiz. Şu vaqtda qilganda Uyg'urning 40 ming kishi muntazam qo'shinyapti. U nima dedi? Hashim Palvon ne gapadi? Hindiston urushida yo'q qilib etdi. Eng oddiysi. Şu vaqtda shuliq maslashgan bo'lsa, shu vaqtda shu Xitoyning 300 mingdan yuqoriroq askari bor ekanmish. Yo'q deb emasmidi. Shu chaqda shuni yo'lgan, qo'llagan Sovet ittifoqi imperiyasimi o vaqtda Xitoy imperiyasidan urush oldi, o'tib ketdi. Eng oddiysi. Mesela men çıktım, mening keynimden yani şu Uygur yok qilib etpagan gap. Yana birisi chiqdi, yana men uni yo'q qilib etpagan gap. Yana birisi ashundaq bizlarga ko'rinmaslik. Endi uni biz nima deymiz? Bizga tajovuzlardan yuqtirib qolgan bir kasallik. U kasallik nimish davolamaymiz. Nimishqa o'zimizni o'zimiz qazmaymiz. Nimishqa o'zimizni o'zimiz nima qilmaymiz, tanishmaymiz yoki o'zimizni o'zimiz bag'ansa mukammallashtirmaymiz. Buni ikki insonda kengroq to'xtalsak bo'ladi deb o'yladim men. Mayli. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Allah sizdan razı olsun. Allohga emanet. Qadrli ko'rganlarimiz, vaqtimizning yetishicha bugun bu sonimizdagi programmamizda Hong Kong xalqining bu uzun davomlashgan namoyishininki bizlarga elib kelayotgan fursat va xiristlari haqida to'xtalib o'tdik. Nihoyatda ochiq ifodalab berildi deb qarayman. Inshaalloh yana programmamizni davom qilamiz. Birdamdan keyin Sharq Turkiston masalasida bu qatim Turkiyaning Sharq Turkiston mustaqilligidagi o'rni haqida to'xtalamiz. Inshaalloh 15-20 minut bo'lib qolsa, balki yarım soatdan keyin yana naq maydonda huzuringlarda bo'lamiz. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.